Assalomu alaykum. Sizni Doktor Ali klinikasida ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Bu yerda biz kimyoviy dorilarsiz faqat tabiiy yo'llar bilan sog'lig'ingizni tiklaymiz. Aynan mana shu haqida oliy toifali shifokor Dilmurodjon Bo'ronovga yuzlanamiz. Hozirgi kunda Doktor Ali klinikasiga turli tuman kasalliklar bilan turli yosh toifasidagi bemorlar tashrif buyurmoqda. Jigar kasalliklari, jigarning virusli kasalliklari, o't tosh kasalliklari bilan, bundan tashqari insult kasalligini o'tkazgan bemorlar, qon bosimi bilan muammosi bor bo'lgan bemorlar, oshqozon ichagidagi yaralar bilan muammosi bor bo'lgan bemorlar hozirgi kunda juda ham ko'plab topiladi. Doktor Ali klinikasi tabiiy dorivor giyohlar bilan insonlardagi kasalliklardan qayta tiklanishda yordam berish uchun turli ko'rinishlardagi dorivor giyohlarni tavsiya qilmoqda. Doktor Ali klinikasida har xil yo'nalishdagi shifokorlar mavjud va turli ko'rinishdagi 200 ga yaqin dorivor giyohlarning turlari mavjud. Har bir dorivor giyoh har bir kasallikka alohida yondashuv bilan tavsiya qilinadi va ma'lum bir dozalarda buyuriladi. Mana shu davolash kurslari orqali bemorlarning turli tuman kasalliklarda, asosan operativ holatlar va tezkor yordam holatlaridan boshqa barcha holatlarda dorivor giyohlarimiz mavjud. Doktor Ali klinikasida bemorlarning tabiiy usullar va tabiiy dorivor giyohlar bilan davolanishiga yordam beramiz. Agar sizda ham sog'lig'ingizni qiynab kelib turgan muammolar bo'lsa, hech ikkilanmasdan Doktor Ali klinikasiga tashrif buyuring. Doktor Ali, biz bilan sog'lom turmush tarzini boshlang.